2 kilomi shunda? Bunday katta shoxli. Не, я хочу его подальше отнести сейчас. Конкретно, да, будет трофей? Chizib hamma joyi qirib tashadi. Mana shu turgan joyimda lekin tegi bo'shdi. Voy, issiqligini mana. Sangi Juman tojikcha so'zdan olingan. Sang tosh Juman tebranuvchi ma'nosini bildiradi. Adashmasdan yetib olamiz degan umiddamiz. Hayit bayrami munosabati bilan dam olishga e'lon qilindi va ayrim joylarda ayni paytda qisqa muddat tirbandlik hosil bo'lgan va ichki ishlar xodimlari tomonidan barcha joylarda tirbandlik oldi olinmoqda. Ertalabki soat 09:00 dan kechki 20:00 ga qadar poytaxt hududidan 500 ming oshdan asosida chiqib ketganligi ma'lum bo'ldi. 4 kunlik kichik mini ekspeditsiyaga ketamiz. Jizzax post. Toshkentdan chiqdi ertalab soat 10 da. Jizzax, Navoiy, Aydarko'l tam ko'p lokatsiyalar bo'ladi. Ko'ringlar. Tam elektromobil, Qamish. Bosim bobo degan joy ekan mana. Dastavkasini deyman bu. Spiritkani olaylar. Voy. Hozir va Samsung ko'rsatib o'tib ketayotgan. O'zi ham dahshat turibdi. 2 kilomi shunda? Qo'y. Tandir qaraydi, ko'pligini tandirda. Нет, Qurtoba. Kilo mehr. Jizzax Bosim bobo degan joyga kirdik mana. Somsani zo'r. Juda ham ko'p. Jizzax center. Zapravkaga kirdik. Forish. Ничего и никого не бойся. Делай то, что должен. Не ссы. Вот как будет получаться, значит оно и правильно. Все. Не рефлексируй. Не цепляйся за прошлое. Не надо. Не бойся ничего. Иди. Бояться надо, когда нет шансов, а у тебя они есть. Не знаю, Саль, Допу не дали, а у тебя есть выбор. Ты можешь ездить на скорость, а можешь наоборот. Без дела стоять тут, в своем гараже. Не тратьте зря лучшие годы. Прекратите ненужную суету и забудьте обо всех сомнительных благах. Вспомните о простых радостях жизни. Я не говорю, что надо все бросить и пустить жизнь на самотек. Просто надо все время стремиться к новому. Дарите больше любви. Не бойтесь рисковать. Бороться. Проводите больше времени в кругу семьи. Откройте в себе новую личность, которая хочет жить, а не бояться, любить, а не ненавидеть. Прыгать нужно именно в тот момент, когда очень страшно прыгнуть. Иначе так и будешь всю жизнь топтаться на месте. Жизнь ломает каждого, Трэвис. Даже самых добрых, самых нежных и самых храбрых. Не надо стыдиться того, что ты сломлен. Собираешь осколки и начинаешь заново. Hayot degan qishloqda qoldik mana. Gastavoy dom. Amti Shuhrat aka degan aka bor ekan, o'sha bilan gaplashib arendaga oldik mana shu joyni bir tunga. Palatkalar qo'ydik tapchanga. Wi-Fi lari bor ekan. Palatkalarni qo'yamiz. Wi-Fi, hojatxona naryoqda. Xonalar bizga kerak emas edik. Bizda palatkalar bor, palatkada qolamiz deb kelishdik. Mashinalarni naryoq qo'ydik tashqariga. Что сегодня у нас?
А зрители же в группе. Анисовый. Типа там, южное побережье Франции. Не пахнет как алкоголем, пахнет как сироп от кашля. Я даже не знал. 21:37. На улице 7 градусов показывает телефон. 7 градус. Вот что. Uxlashga yotamiz, nayrni уже. Xayrli tong. Soat 6:30. Bog'da tunashni bir yaxshi tomoni bor. Ertalab 5:30, 6:30da ko'z shunday ochiladi. Uyquga shunaqa to'yib uyg'onasiz. Nechida yoshidan qat'iy nazardan 11, 12, 1 ularda ham endi birlarda ham uxlagan vaqtlarimiz bo'lgan. Ertalab soat 5larda, 6larda ko'z shunday ochiladi, uyquga to'lgan bo'lasiz. Mana bizning palatkalarimiz bu yoqda. Bitta hali qor bor. Где-то 5 градусов по ощущениям. Сейчас 5 градусов я ушел от холода. Этот экосбор у нас почем сейчас? В нашей области, вы не знаете? 20 тысяч, по-моему, 27? 27, по-моему. А, Мурат? Kecha tunagan joyimiz. Mashinalarni ara qoldirib, hozir tepaga chiqib ketamiz. Qanaqadir yovvoyi echkilarmi, yovvoyi qo'ylarmi bor ekan. Ko'rishga harakat qilamiz. Topishga. Yo'ldan qaytib, yana yo'lga otlanamiz. Shuhrat aka degan aka masjid qarar ekan. Там за белым камнем, он сказал. Mana bunday katta shoxli qo'ylar parvarishxonasi. Mana shu territoriyani ichida yurar ekan. Juda ham katta territoriya o'ralgan. Ko'ramiz, hozir teparoqqa chiqaylikchi, balkim ko'rib qolarmiz to'dani. Ana o'rtoqlar, topdik. Кто-то сворачивает, Shoxlarini kattaligini. они сразу тут заборы стали передвигать. Ой, все вижу. Видите? Ага. Пастухи. Опять туда возвращаться, где мы видели. Xullas, mana bunaqa maxsus bir o'ralgan territoriyada boqilar ekan.
Экология, atrof muhitni muhofaza qilish. Съедобный? Попробуйте, один раз можно. Ну-ка, давайте. Игорь, какой это гриб? Желтый с такой шапочкой. Не, это хороший. Нет, стойте, вот надо. Не, вот один возьмите, не ломайте все. Не, грибов. Не, он уже, вот видишь. А вот еще сорванный. два. Не рвите, пусть. И Грибы. вон там растут вот маленькие. Фольгу взяли, грибы? По-моему, это синеножки. Как называется? Они большие для синеножек. Синеножки? А что там Синеножки. Синеножки. Короче, съедобный, да? Да, съедобный, однозначно съедобный. Ertalabdan tandir nonni yopilsa kerak, qo'yma-qo'y. Bunaqa joylarga kelish oson emas. Yo'llar yomonligidan mana markiza sinib ketdi. Juda ham og'ir narsa bu. O'tirdik, короче, ana. Страховкаga yana ip ham bog'ladik, arqon bilan. Nomi esimda yo'q hozir, lekin ashtiga yozib qo'yarman. Bular yog'oy tuyalarmi? Bular yog'oy bo'lmasa kerak, menimcha. Egasi bitta desa yugurib keladi hammasi menimcha. Вот за ним едем. А, вон. Как это название? Иторила, iltimos, как это называлось? Озеро. Что за озеро? Название ты знаешь, Марат? Лалякен? Lavlaken? Лавлякен. Что это? Lavlaken. Свекло, что ли, сажали? А слово лалякен? Tuz. Qanday o'sar ekan bu yerda mana o'simliklar. Qancha lekin qurib yotibdi hammasi. Balkim o'sar. Mini orolda ekanda bular.
to'li toshbaqalarni bu teshiklari, tuxum qo'yib qo'yadigan joylari. Toshbaqa ham, uyda ham toshbaqa bor. Примерно mana shunaqa qaziydi-da bular. Toshbaqalar makoni ekanda bu yoq o'zi. Qizilqum. Смотрите, какая она. Cho'ldan ketdimiz, yana 27 kilometr yurishimiz kerak. Manzilgacha. Quyosh botyapti уже. Помните? Сколько уже едем? Никогда ехать не было. Нужно доехать. Не до конца довели, может? Я это булку потерял. Булку, с одной стороны ветки били. Серьезно? Да. Yana bir где-то 7-8 kilometr qoldi yo'q o'sha. Og'itma degan qishloqqacha. Yozib qo'ygan. Og'itma qishlog'i. Hozir lekin yurgan joylarimiz mashinaning ahvolini chizib hamma joyi qirib tashladi. Har bitta sarguzashtda qanaqadir voqea albatta bo'ladi. Markiza boya sinib buzilib tushganda mana qilib qo'ydik. Bu saksovullarning ichidan mana mashina qirilib chiqdi. Bu mashinada mana bitta harfi. Bu butun пока. Что там, поедем, да? Темнеет уже. Adashmasdan yetib olamiz degan umiddamiz. Горячий источник. Огромный уютный стол, а рядом дом. Когда машины стоят в загоне, а люди за загоном. Можно сидеть, наслаждаться, считать бутылок водок, сколько выпил вместо человека. Там прям всюду водка валяется. Ну-ка. Вон светится. Ух, офигеть. О, я его взял. Вы, блин, Рустам. Не, я хочу его подальше отнести сейчас. Конкретно, да, будет ультрафиолет светиться? Не, на видео. Он ночью придет. Вот поэтому я хочу его подальше выкинуть нахер. Как взлетно-посадочная полоса. Ветровики эти. Cho'ponlarning joyi, qo'ylarni nima qiladigan, olib kiradigan. Arolda qattiqdir горячий источник bor ekan, issiq suv. Biz borib ko'ramiz. Ovozi eshitilyapti, lekin ko'ringisi yo'q. O, qatdan kelmoqmi mana уже, hali. Ovozi kelyapti, lekin qatdandir o'sha tilada. Qaranglarda suv qanaqa uzoqdan kelyapti, lekin hali ham par chiqib turibdi u. Hali ham shunaqa darajada issiqki. Mana bu shahdan kelyapti suv. Mana bunaqasiga oqib. Mana tablichkasi. Tozalikni saqlayasiz. Gradus degan juda ham issiq deyishyapti. O'zi обычно qancha 40 gradusda 35 gradus bo'ladi, qani. Qo'lli. Yo'q. Haqiqatan ham issiqligini mana. Bu suvda cho'milib bo'lmaydi, bu juda ham issiq.
kecha ariqda yuvingandim, bugun endi anaqa issiq suvda. Sera va doroji issiq. Mahalliy aholilar maktabni to'ldirib ketsa kerak menimcha qo'yna. Chunki boshqa odam bu yoqqa kelishi juda ham uzoq joyda joylashgan. Cho'l. Ko'rdinglar, mana kecha kunim bilan yurib keldik bu yoqqa mashinada. Shunaqa ko'p tuzli miqdori yerda. Bosganingizda yumshoq. Uchinchi kun yo'lga chiqdik. Это профессионально у него, понимаете? До воды опустишься, и там, скорее всего, вход от этого канала. Там большие птицы. Ни хрена чего. Ты что не видишь? Черные точки какие-то и все. Кана, черный лебеди. Страусы. Там какой-то озеро. Один крылья раскрыл. Иксы какие-то. В воздухе летает дрон. Лысухи, да? Ой, я сказал, еще и больше. говнюшки. Ну они такие, они же... по сравнению со... Вон там еще дофигища их. Farq deydi штучка. Ha, kecha o'sha qizil chiroq bilan marga chiqib turgan videoroliklar. Juda ham ko'p ekan bu yoqda. Nihoyatda tok ishlab chiqaradigan videoroliklar. Keldi mana suv sharsharaga. Kanyon-ku bu, kanyon. Mana shu turgan joyimda lekin tegi bo'shdi. Mana bunaqa bo'lib ketgan o'zi. Tovogi bo'lib. Shundoq suv olib ketsa ketdi-da yo'g'iga o'zi. Shunaqa balandligidan tushadi. Atak mana bitta 1-2 sho'ng'i olsa bo'ladi. Chuqur joylari bor ekan. Ayakka gitma deyishadi yoki og'itma deyishadimi, endi bilmadim qaysi biri to'g'ri. Naryoqda lekin prям yozuv bor. Ayak agitma avuli degan. O'zbekchasiga og'itma. Kim biladi endi qaysi biri to'g'ri. Lekin mana shunaqa bir ajoyib vodopad. Sahrolardan shaharga, Buxoro, G'ijduvon. Aylanib korоче G'ijduvon tumaniga keldik, Buxoro. Obed qilib ketamiz. Shu G'ijduvon shashliklaridan. Xullas mana kameraga ham sig'mayapti-ku kattaligi. Anaqa shashlikdan yeb yo'lga otlanamiz. Сколько заливаем? Полный заливаем, конечно. Как обычно. Поджаристый только полный заливаем. Не важно какой там.
Российский, узбекский, там начинаются вот эти капризы. Вот эти? Тойоты вот эти всякие капризные. Только 95, да? Российский. Супер-пупер, там евро 6, евро 10. Все. Xullas yo'limizda mana bunaqa qadimiy bir joy chiqdi. O'shanga bir to'g'ri kirib o'taylik deb. U menimcha shu ziyoratgoh ham bo'lsa kerak, ham masjid sifatida ham bo'lsa kerak. Bismillahirrohmanirrohim. Mayli. Великая Бухарская стена, да? Да. Vaqf, xayriyat, jamoat fondi. Albatta ehson bo'lishi kerak. Biz esa yo'limizda davom etamiz. Bu dunyoda ko'pdir savollar, har biriga javob topilmas. Hayotimda qildim xatolar, davosi yo'q, yillar o'tsa ham. Yaxshimi yomonmi, o'tkazarman hayotimni. Men chidayman, achimayman qo'llarimga. Yaxshimi yomonmi, o'tkazarman hayotimni. Men chidayman, achimayman qo'llarimga. Petrogliflar bor ekan mana shu yoqda. Endi xaritadagi metkalar bo'yicha mana shu tog'larda, mana shularda chizilgan. Buni qidirish kerak endi. Obbo, Lola, senga nima bor endi? Mali, sengachi. Bo'xtoni sizlarga yo'qdi, yozib. Ma'mur qarab, ma'mur zo'r ekan. Uх ты. Ko'rdingmi? Ma'murlar ham qarang ana. Hech ming yillik narsalar-da bular. Смотрите, вот бык. Ух ты, здесь прям такие рисунки. Obbo, Umida. Nima bor senga bu yoqda endi? Mana. Vau. Вот, видите, двое танцуют. Смотрите, Вот двое вон. танцуют, бык. А выше еще человечек. Вот на быке. Вон тот. Вот он. Ничего себе. Не, я думаю, что все это все-таки старинное. Это такая, вот это может быть еще. Потому что вот коза и размножение. Это размножение. Ну-ка, ну-ка, мы. Коза на козе, вот размножение. Смотрите, расшифровали мы сейчас, а ну-ка расшифровали. Не, я реально говорю. Здесь это письмо. По факту, вот. Да. Еще один момент, то что вот маленький эти, как появляется. его, олени разные, вот видишь, рога, вот такие, а у него вот такие параллельные. А это человек, да? Да, человек, у него еще вот щит. Ага. А это баран. Или лук. Да? Или лук, да. А это кто? Это баран. Это баран какой-то. Леша, блин. Что вам здесь надо было, а? Леха, зачем ты так делаешь? Дима, прием, Дима, прием. Позоришь нас, а? Да. Короче, здесь повсюду, да? Эти петроглифы. Смотрите, какой маленький человечек. Это человечек. Да, да. Реально у них у всех это? Да? Не, вот везде. Может, вот, доспехи такие были? Ну это доспех самый главный орудие. Вот это бык, да, значит, тоже? Да. Только у него голова вон там откололась. Вот.
Ну да, вот. Это вот, реально. Вот у него тоже вот здесь А вот. вот это другой какой-то. Ishqilib juda ham ko'p ekanda. Qandaydir ma'noni bizaga o'sha передать qilmoqchi bo'lishgan bo'lsa kerak. Nimalarnidir anglatadi bular baribir. Hammasi go'zal, hammasi yaxshi, lekin mana ko'rib turganimizdek bu yerlar ham axlat, iflos odamlar sirlarini tashlab ketmoqda. Afsus. Mana bu yerda mana bunaqa ogohlantiruvchi belgi olib qo'yilgan ekan bu yerga. Mana Mali 2019 Mali bunaqa qilib keldik, ko'rdik. Endi yo'limizda davom etamiz. Tek tushmasdan oldin manzilga yetib borishimiz kerak. Soydan chiqib Langar degan qishloqqa ketamiz. Soat 18dan 42. Вау, вообще как. Quyosh botib bo'ldi deyarli. Ular soat 7:30. Ozgina o'zgardi. Langarga emas, endi Sangi Jumon turizm qishlog'i, Sangi Jumon degan qishloqqa ketamiz. Pashta kelib qoldik. Langarga yetmasdan o'ng tomonga burilish. Mana shu Sangi Jumon qishlog'iga olib kelar ekan. Ko'ramiz, hozir sheriklar ham kelsa orqada kelishyapti. Mana yetib keldik. Voy, qayg'urga olib kelding? Porloq yo'l savxoziga. Nimasi porloq ekan? Hech narsa ko'rinmayapti-ku. Ertaga tong otsin, hammasini ko'rasiz. Bu qishloqni o'zini bir noodatiy, g'ayrioddiy narsalardan biri. Mana shu yerda katta tosh bor ekan, u qimirlab turar ekan. Hozir borib ko'ramiz, rostdan ham shunaqami, yo'qmi? Qanaqasi katta tosh qimirlab turishi mumkin. Ну-ка, реально шатается. Чувствуется прям. Ikkita tosh bor ekan bu yoqda. Mana akamiz hozir aytib bermoqchi. Qimirlaydigan toshimiz 780 million yil ilgari dengiz bo'lgan vulqondan qolgan toshlarimiz. Ularda bunday shakl berilishlarini suv, shamol natijasida mana shu holatga kelgan. Qimirlaydigan toshimiz 280 tonna. Sangi Jumon tojikcha so'zdan olingan. Sang tosh Jumon tebranuvchi ma'nosini bildiradi. Bu yerda bu toshlarimiz, masalan bu yerda 5 panja toshimiz bor, kobra tosh, ayiq kalasi, jayra tosh, turshaygan tosh. Shu toshlarga nom berilgan. Ulardan ham tepada shunda to'g'rimi? Aha. Qolgan nomli aytganlaringiz. Qolganlarning bari mana shu yerda bo'ladi. Kobraga o'xshab ketar ekan o'zi. Mana shu qo'zg'olon tosh. Mana bu yerda bittaday odamlar izlaydi. Odamlarni izi? Izmi ekan bu? Просто menimcha совпадение. Izga o'xshab qolib ketgan. Mana hozir ko'rdinglar o'zi qimirlaydigan tosh. Ham teshik tosh. Tushunarli. Mana Sangi Jumon qishlog'ining ajoyib manzaralari. Shanba bozordan turistlar 500 tagacha odam bo'ladi. Mayli. Rahmat. Charchamang. Sog' rahmat. Xudo xolisa odam ko'payadi endi bu yoqlarda. Rahmat.
Sayohatimizni oxirgi kuni Toshkentga yo'lga chiqdik. Yo'lda yana Langar degan joydan o'tamiz. Soat 9dan 17 minut o'tdi. Kemping uchun joy. Нет, чисто. Вот петроглиф. Видите? Selfie uchun joy. Как поднимают. Я тоже хочу. Zipline'da uch ko'ramiz. Qancha bir uzunligi deysiz? 1 kilometrmi? 1 kilometr aka. To'lovni qilib qilaylik. To'lovni qilamiz hozir. Qilasiz. Cho'ntagimdanmi hozir? Yo'q, shu qilib boring. Aha, bo'ldi. Xo'p, aha. Necha pul edi? 40 ming. 40 mingdan bo'ldi. Tayyor to'la. Gitdik. So'rashmi? To'ta sekinlashib qoldimi? Yetib boraymanmi deyman. Nima bo'lyapti? Vaznim juda ham yengilligi uchun olib ketdim men ancha. Tepadan tushgandan keyin mana oka tepaga mashina ham olib chiqib qo'yar ekan. Harakat olinglar. Servis Ana o'sha. Toshkentga shu bilan bugun kechga kirib boramiz shekilli. 11 bo'ldi soat. Biz hali ham Langardamiz. Поехали. Yo'limizda shunaqa go'zallik chiqib turgandan keyin kirib qaranglar. Haydarko'l. Nariga qirg'oq ko'rinmaydi. Xaritadan qarasangiz kichkinaday ko'rinadi. Пойдемте. Видок лежать?